Isroil-Eron urushidan Isroil va Eronning maqsadlari buni gaplashyapmiz, bundan keyin ham gaplashamiz, bu tushunarli. Lekin biz bilamizki, bugun dunyoda bo'layotgan hodisalar faqat o'sha davlatlarning o'zigagina ta'sir qilib qolmaydi, atrofda bir qancha voqea hodisalarga ham ta'sir qiladi. Jumladan bugun biroz unutilgan Rossiya-Ukraina urushi bor. Bunga Isroil-Eron urushining ta'siri. Chunki Rossiyaning ikkala davlat bilan ham munosabati yaxshi. Eron bilan mana oxirgi chiqqan xabar, Eron Rossiya bilan strategik sheriklik bitimini tuzdi. Zamon.uz nashrida berilayotgan xabar mana bugun tongda chiqqan xabar. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibov Rossiya Federatsiyasi bilan keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi bitimni ma'qulladi. U hujjatni mamlakat prezidenti Mas'ud Pezeshkonga yubordi. Mazkur bitim xavfsizlik, mudofaa va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashni ko'zda tutadi. Shuningdek, tomonlar o'zaro manfaatli munosabatlarni chuqurlashtirish va kengaytirish niyatida ekani ta'kidlanadi. Bitimda Eron va Rossiyaning mintaqaviy hamda global darajadagi faoliyatini strategik tamoyillar asosida muvofiqlashtirish rejalashtirilgan. U uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga imkon beradi. Bu aslida 17-yanvar kuni Moskvada o'tgan muzokaralarda imzolangan edi Eron va Rossiya prezidentlari tomonidan. 21-aprel kuni esa Rossiya prezidenti oxiri uni imzolab, ratifikatsiya qilib, Dumadan o'tgandan keyin kuchga kiritgan edi. Mana endi Eron tomonidan ham kuchga kiritdi. Isroil bilan ham gaplashdi Vladimir Putin. Xolislik nuqtai nazaridan mana doim aytib o'tamiz. Isroil bilan yaqin bo'lgan davlatlardan uni ishini qoralagan bu Rossiya bo'ldi. Ya'ni Vladimir Putin ochiqchasiga aytdi. Ya'ni Eronga qilgan ishi o'ta noto'g'ri bo'lganini aytdi. Endi bunga Netanyahu nima deb javob berganini aytishmadi. Lekin Putin haqiqatan qoraladi. Merz deysizmi, Macron deysizmi, hammasi shunday bir gaplarni aytishdiki, o'zi nima demoqchisiz deb so'rashga qayta majbursizda Jahongir aka. Masalan, Merz aytayapti, Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, hammasi endi bu yoqqa lekin deeskalatsiya qilish kerak deyapti. Ya'ni urdi endi u yoqqa deeskalatsiya qilaylik deyapti. Fransiya esa juda bir biz buni to'g'ri deb hisoblamaymiz, ya'ni to'g'ri yo'l deb hisoblamaymiz, lekin Eron ham juda oxirgi vaqtlarda uranni ko'p boyitib yuborgandi dedi. Jahongir aka, xullas indamay turganinglar ma'qul edi deydi-ku. Lekin Putin aytdi. Bu noto'g'ri ish qildilaring dedi. Ammo Isroil bunga javobini bilmaymiz. Endi Isroil bunga qattiq baqir-chaqir ham qila olmaydi. Rossiya katta davlat. Lekin Eron Rossiyaga juda yaqin, Jahongir aka. Rossiya Ukraina urushida aynan uning dronlari ko'pincha hal qiluvchi rolni o'ynab qo'ydi. Boyagi geranlar, shahidlar. Moped bo'lsa ham uncha rol o'ynab qo'ydi dronlar. Arzon va samarali. Ya'ni ommatan jo'natib yuborish mumkin bo'lgan dronlarni. Lekin hozir Eronning o'zi agressiyaga uchrab turibdi. Bu bir Rossiya-Ukraina urushi hali davom etyapti, Jahongir aka. Endi bu holatda ochiqlanishi kerakki, hech qachon Rossiyaning yoki ayniqsa Putin Rossiyasining Isroilga qarshi chiqishni kutmaslik kerak. Rossiya oxir urushadigan ikkita davlat Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladi, agar urushadigan bo'lsa demoqchimiz. Ya'ni harbiy jihatdan hech qachon Isroilga bosim qilmaydi va Isroil ham Rossiyaga sanksiyalar kiritmagan Rossiya Ukraina urushi boshlangandan keyin va Netanyahu bilan Putinning shaxsiy bir-biri bilan do'stona munosabatlar o'rnatganligini ham unutmaslik lozim. Ya'ni hozirgi unutmaslik kerak, hozirgi holat avvalo Rossiya manfaatlariga juda katta rol o'ynaydi. Sabab ijobiy demoqchimiz. Albatta ijobiy, chunki Rossiyaning o'rnini oshirib boradi bu holat. Mana hatto Trump ham aytibdi-ku, men Eron bilan Isroil o'rtasida agar Putin turadigan bo'lsa qarshi emasman degan fikrida. Ya'ni hozir Yevropada urush qilib xalqaro tartibotni buzgan hukmdor boshqa bir mintaqada tinchlik o'rnatish bo'yicha haligi kaputar bo'lib, tinchlik elchisi bo'lib o'rtaga chiqishi bu qaysidir ma'noda u uchun juda katta yutuqda bu. Ya'ni G'arbning shuncha qilgan masalan bosimlari, sanksiyalari ahamiyati nisbatan ancha kamayganligini ko'rsatib bermoqda-da bu. Diplomatik bosimi, iqtisodiy sanksiyasi emas, diplomatik bosimi mag'lubiyatga uchraganligini ko'rsatadi. Va ikkinchi o'rinda unutmaslik kerakki, Eronning o'zi ham
Rossiya bilan shartnomani endi ratifikatsiya qilgani, Eronning ham Rossiya bilan strategik sheriklikka juda katta ishonmaganligidan dalolat beradi. Unutmaslik kerak, eronliklar o'sha bir vaqtlar Aleksandr Griboyedov degan elchi ham o'ldirilgan Eronda, ya'ni Rossiyaning bir vaqtlar Britaniya bilan kelishgan holatda Eronni ta'sir doiralariga bo'lib olgani yoki Tabrizdagi xalq namoyishlarini o'qqa tutgani, shoh tarafiga o'tib, buni unutmaydi baribir eronliklar. Bu ochiq munosabatlar tarixi mavjudda. Chunki ana Britaniyaga qanday qarasa, Rossiyaga ham shunday qaraydi demoqchiman-da eronliklar. Ilgarigi Britaniyaga. Endi hozirgi holatda Rossiya bu holatda Eron bilan Isroil o'rtasida vositachilik qilish orqali AQShga qisman yordam ko'rsatadi. Chunki Trampga katta urush keragi yo'q. Hozirning o'zida neft narxlari ko'tarilib ketdi. Neft narxlarining ko'tarilishi bo'lsa, AQShga kuniga bir necha milliard dollar degani Rossiyaga foyda. Bu holat degani ya'ni eng kamida soyadagi flot samarali ishlayapti. Juda ham yaxshi ishlaydi degani. Bu 10 dollarga oshib ketdi-ku bir kun ichida. Bu hozirgi holatda bu degani daromad 10% ga oshdi kamida. 10% ga oshdi degani. Agar Husiylar agar Suvash kanalida yana hujum harakatlana boshlaydigan bo'lsa, Eron ittifoqchilari Yamandagi Husiylar. Bu holatda tankerlarni yana uzoqdan, ya'ni Janubiy Afrika orqali aylanib o'tish holati bo'ladigan bo'lsa, yanada oshadi. Ya'ni neft tankerlariga hujum, nima deydi, sug'urtalar kamayadigan bo'lsa, sug'urta qilish narxlari oshadigan bo'lsa, o'z-o'zidan neft narxini, bu tan narxini oshirib yuboradi-da. Bu albatta Rossiyaga foydali. Amerikaga bo'lsa bu zararli, neft narxini oshib ketishi. Chunki urush qilmayman deb u hokimiyatga kelgan. Kerak bo'lsa urushlarni bir kunda tugataman deb endi doimiy va'dalaridanmi? Endi o'rganib qoldik-ku hamma Trampning va'dalariga. Bu holat ham Trampni bu urushdan manfaatdor emasligini ko'rsatadi. Shu holatda aytish kerakki, Rossiya bo'lsa bu urushning bir necha ma'lum muddat davom etib, unda vositachilik roli orqali AQSh bilan o'ziga yarasha Trampga o'ziga yarasha xizmat, yordam berish evaziga Ukrainadagi masalada kattaroq, undan ham kattaroq yonbosishlarga erishmoqchi. Ya'ni hozirgi shuna shaxmat taxtasi shuna bo'lib turibdiki, mana boshqa tarafdagi piyodani qurbon qilish evaziga kerak bo'lsa, mana Asadni oxirigacha himoya qilmaganligi sababi ham shunda deyishmoqda. Ya'ni Isroil manfaatlarini ham hisobga olindi-da. Bu yerda chunki e'tibor bersangiz, Bashar Asad bilan deyarli ko'rishmasdi. Hozir bo'lsa Ahmad Ashara bilan munosabatlar juda iliq darajada va hech qanday Suriya tomonidan e'tiroz bildirilmadi-ku. Isroilning raketa dronlari Eronga borib tushishiga nisbatan. Demak, bu birinchidan. Ikkinchidan shu mana bu tarafdagi ikkita piyodani qurbon qilish evaziga o'z hududiga otga ega bo'lmoqchi. Ya'ni Yevropa hududida ko'proq MDH hududida ta'sir doirasini kuchaytirib olmoqchi-da. Bu Putin uchun juda katta imkoniyat. Unutmaslik kerak, o'zi Isroil Rossiyaga ikkita sovg'a qildi. 7-oktyabr va 12-iyun deb aytishimiz mumkin. Ya'ni Rossiyaning diplomatik jihatdan, ya'ni Rossiya-Ukraina urushidagi og'ir ahvolidan yaxshi holatga chiqib olishi uchun buni Netanyaxuning bu yordamini albatta Putin unutmasligi lozim deyishmoqda ko'plab ekspertlar. Endi o'zimman Rossiya-Ukraina urushi sizningcha hozir qanday stadiyada, qanday bosqichda? Endi hozir Rossiya-Ukraina urushi hozirgi holati, ikki tomon ham urushdan charchagan, lekin baribir ma'lum bir natijalarga erishishni istaydi va urushni ko'proq davom ettirish maqsadi ko'proq bu jamiyat tarafidan, Ukraina tarafida, Rossiya tarafida bo'lsa, hokimiyat buni ko'proq xohlaydi. Albatta Ukrainada ham ko'proq hokimiyat buni istardi, lekin imkoniyatlar chegaralangan. Ya'ni AQSh yordamisiz bu urushda bir necha yillar mag'lubiyatga tushish ham mumkin. Ayniqsa AQShning harbiy yordamini berishi mumkin. Yevropa kerak bo'lsa, uni o'rni to'ldirish darajasiga sekin-asta chiqib borishi mumkin, lekin razvedka xabarlari unutmaslik kerakki, bu undan ko'ra puldan ko'ra ancha qimmatroq turadi-da, moliyaviy yoki harbiy yordamdan ko'ra. U qachon hujum qilishigacha oldindan aytgan-ku. Masalan, AQSh razvedkasi Zelenskiyga qaysi joy orqali zarba beradi, masalan, Gostomel degan joy bor edi-ku, aerodrom orqali tushishini oldindan aytib turgan, ruslar u yerga vertolyot nimalarni desant olib borayotgan, yonida turgan minometlar orqali to'g'ridan-to'g'ri zarbalar bir nechta vertolyotlarni bitta nimani o'zida urib tushirganini o'zini ham unutmasligimiz kerak.
Jahongir Rossiya Ukraina urushi, o'zim kechirsan, Rossiya Ukraina urushining keyingi taqdiri Isroil Eron urushining borishiga ham bog'liq bo'ladi. Demak, bu endi bevosita bog'liq. Ha, bevosita bog'liq. Chunki hozirgi hamma urushlar bir-biriga bog'liq bo'lib bo'ldi-da. Ya'ni hozir bitta urushni alohida bir-biridan mustaqil deb ayta olmaymiz-da. Biz 16-asrda emasmiz, 21-asrda. Barcha urushlar bir-biri bilan bog'liq. Buning ustiga ikkita urushni ham asosiy qo'llayotgan nima deydi? Masalan, Isroilni Ukrainaga berilayotgan yordamning ham Isroilga o'tib ketganligi haqida xabar berildi-ku. Mana hozir qayerga ketayotganini ko'ryapmiz. Bu ya'ni Ukrainaga Isroil Eron urushining davom etishi Ukrainaga juda katta muammolarni hosil qiladi. Chunki asosiy donorlardan biri bo'lgan AQShning yordamlari nimaga Isroilga qarab ketishi mumkin. Bu albatta Tayvanga ham ortiqcha muammolarni yuzaga keltira boshlaydi Janubiy Sharqiy Osiyoda. Chunki AQShning Isroilga ko'proq harbiy yordam bera boshlashi Xitoyning Janubiy Sharqiy Osiyoda faollashishiga sabab bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda AQShning ikkita urushda bandligidan foydalanib, Xitoy ham hozirgi holatda o'zining harbiy mavjudligini oshirib borishi yoki AQShni test bilan tekshirib ko'rishi mumkin-da, o'ziga yarasha sinov bilan. Boshqa prezidentlar davrida o'tmagan bo'lib, ya'ni balki Xitoyning oxirgi ogohlantirishi Trampga ancha ta'sir qilar. Xitoyning ogohlantirishi. Xitoyning oxirgi ogohlantirishi iborasi bor edi-ku. Qarang, Jahongir aka, bu Xitoyning ham Tayvan borasida qo'llarini yechib yubormaydimi? Sizning xuddi shu holat yuzaga kelyapti. Demak, xalqaro tartibotda kuch omili muhim ekan. Demak, boshqa davlatdagi huquq emas. Kim kuchli bo'lsa, shu haq degan. Kim kuchli bo'lsa, kuch adolatda emas, adolat kuchda degan konsepsiyani hozir ko'tarishayotgan ekan. Unaqada Xitoy haq bo'lib qolishi ehtimoli balandda bu masalada. Va Xitoyga imkoniyatlarni legitimlashtiradi. Har qanday holatda nafaqat legallashtiradi, legitimlashtiradi. Uning bo'lajak harbiy harakatlarini.